O'quvchilar, bugun biz sizlar bilan oxir raqam mavzusini ya'ni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak bizda qolgan sonlarimizda, ya'ni raqamlarimizda 2, 3, 7, 8 raqamlarning davri 4 ga teng. Bu davr degan tushuncha nima? Ya'ni bu har 4ida takrorlanadi degan ma'no bildiradi. Ya'ni 2 ning 1-darajasi 2 bilan tugasa, 4 qo'shadigan bo'lsa, 2 ning 5-darajasi yana 2 bilan tugaydi. Qo'shish holatda davom ettirib ketsak bo'ladi. Misol uchun, 3 4-darajasi 1 bilan tugaydigan bo'lsa, 4 qo'shadigan bo'lsa, ya'ni 3 8-darajasi yana 1 bilan tugaydi. Qo'shish holati yana davom etgan holatlari. Demak, misol bo'yicha ko'radigan bo'lsak, hop 12 ni, misol uchun 37-darajasini oxirgi raqamini topgin desa, bizda davri 4 bo'lgani uchun berilgan ifodaning darajasini 4 ga bo'lamiz. Hop, 37 ni biz 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 qoladi. Demak, 2 ning 1-darajasi 2 bilan tugaydi. Hop, keyingisi misol uchun, hop 2023 bizda hop 987-darajasi bo'lsin. Berilgan ifodaning oxirgi raqamini topgin desa, uchi davri 4 bo'lgani uchun ham berilgan ifodaning darajasini 4 ga bo'lamiz. Demak, 4 ga bo'layotganda biz oxirgi raqamini o'zini 4 ga bo'lsak, yetadi. Demak, 87 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 qoladi. Demak, 3 ning 3-darajasi 7 bilan tugaydi. Necha qoladigan bo'lsa, o'sha darajasini olamiz. Keyingi savolimiz, hop 2028 soni misol 80-darajasini, ya'ni 80-darajasini oxirgi raqamini topgin desa. Demak, 8 ning ham davri 4 bo'lganligi uchun, demak, darajasini 4 ga bo'lamiz. 80 ni 4 ga bo'lsa, qolmaydi. Demak, qolmasa, har doim oxirgi darajalarni olamiz. Demak, 8 ning 4-darajasi bizda 6 bilan tugaydi.